Assalomu alaykum o'quvchilar. Bugungi darsimiz birinchi dasturni yaratish. Birinchi dastur kodini yozish bo'ladi. Biz kodni ochamiz. O'tgan darsda qanday qilib yuklashni, qaysi saytdan, nimalardan foydalanishni, fayl ochishni o'rgatdim. Endi bu darsimizda oddiygina salom dunyo, hello world. O'tgan darsda ham o'rgatgandim. O'shani o'zlaringiz yozib o'rganasizlar. Misol uchun print chiqarish-ku. O'shanga print hello world. Uje biz kod yozayotganimizda hozir Python versiyasi yangilanganligi uchun orqasida world ham chiqyapti. Men yozmadim hali. World. Hello world. Endi yana oddiy kodlarni yozishni o'rgataman. Misol uchun oddiy amal. A teng 1, B teng 3, S teng A plus B. Uje ko'ryapsizlarmi? Bu Python eng avval oldingi versiyalarida bunaqa mana printni o'zi chiqaryapti-da. Oldingi versiyalarda unaqa emasdi. Siz yozishingiz bilan o'zingiz kiritib chiqishingiz kerak bo'lardi. Hozirgi Pythonda hozirgi dasturlash versiyasida printni o'zi chiqaryapti-da. Mana print S. Keyin nimani yozishimizni print S. Javob 4 chiqdi. Shunga o'xshash oddiy amallarni yozib, bajarib, hello world yoki ismingizni chiqarib ko'rasiz yoki boshqa nimalarnidir yozib, oddiygina shunaqa kodlarni yozib ko'rasizlar. Bugungi darsimiz shundan iborat edi.